Bismillahirrahmanirrahim. Barliq hamdu sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oil tavobatlarga va uningga taki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Sahabi kiramlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rishga, billah hamroh bo'lishga musharraf bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hayot vaqtida sahabi kiramlarning fazli, jannatga martalari haqida vahiy orqali xush bishorat berilgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot bo'lgandan keyin vahiy to'xtab ketganlikdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rish sharofatiga nail bo'lolmagan keyingi taqvodor musulmonlarga yaxshi tush xush bishorat bo'lgandir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq degan: "Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini anglagan. Payg'ambarlikdan faqat xush bishorat elib keladigan ishlarla qoldi. Sahobalar: "Ya Rasululloh, xush bishorat elib keladigan ishlar nimalar?" dedi. Rasululloh yaxshi tush dedi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni tushida ko'rish ham naql ham aql jihatdan cheklanmaydigan mumkin ishdir. Bu haqda aniq dalillar kelgan bo'lib, olimlarmi buni muayyanlashtirgan. Sahih hadislarda mundaq kelgan: Anas radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Kimki meni tushida ko'rsa, haqiqatan meni ko'rgan bo'ladi. Chunki shayton mening suyurtimga kira olmaydi." Mü'minning ko'rgan yaxshi tushi payg'ambarlikning 46 dan biridir. Abu Qatada radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq degan: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Yaxshi tush Allohdan, yomon tush shaytondan. Shunga kimki yomon tush ko'rib qolsa, so'l tarafiga 3 qatim suflutib, shaytonning sharridan panohlik tilasin. Shuna qilsa, u uningga ziyon yetkazolmaydi. Shayton mening suratimga kira olmaydi." Abu Qatada radhiyallohu anhu mundaq degan: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Kimki meni tushida ko'rsa, rost ko'rgan bo'ladi." Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, u Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini anglagan: "Kimki meni tushida ko'rsa, rost ko'rgan bo'ladi. Chunki shayton mening shaklimga kira olmaydi." Lekin ba'zi olimlar yuqorqi hadislarni zohiriy ma'nosida tushunib mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tushida ko'rgan har bir kishi mayli qaysi surat ko'rishidan qat'iy nazar haqiqiy ko'rgan bo'ladi. Hafiz ibn Hajar hadisni mundaq izohlagan: "Menga ayon bo'lgani shuki, kimki meni tushida ko'rsa, ya'ni qaysi bir sifatni ko'rgan bo'lmasin, xush bishorat olsin. Shundaqla o'zini qalayotgan tush bo'lgan botilini emas, Allohdan bo'lgan haq tushini ko'rgan deb bilsin. Chunki shayton mening suratimga kira olmaydi." Yana ba'zi olimlar tush ko'rguchi bilan tushda ko'rilgan kishining ahvoliga qarab ayirib mundaq degan: Tush ko'rguchi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning jismoniy va axloqiy sifatlarini biladigan bo'lib, uni tushida ashu sifatlar bilan ko'rgan bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni rostlik ko'rgan bo'ladi. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sifatlariga uyg'un kelmaydigan birini ko'rgan bo'lsa, masalan, oqsoqol yoki soqoli pokiz tushirilgan birini ko'rgan bo'lsa, bu tushga boshqa ta'bir berish lozim. Bu Qozi Ayyazning qarshidir. Bu qarash aslida tush ta'biri peshvosi Imom Muhammad ibn Sirin rahmatullohi alayhidan kelgan qarash bo'lib, u agar uni o'z suratida ko'rsa deb rivoyat qilgan. Imom Navaviy qatorliq bir turkum olimlar yuqorqi qarashni to'g'ri topmay, shayton uning suratiga qat'iy kira olmaydi. Buning asosan kimki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni chiroyli suratda ko'rsa, bu tush ko'rguchining diyonatining yaxshiligini bildiradi. Agar biror a'zosi nuqson yoki ayib bor holat ko'rgan bo'lsa, bu tush ko'rguchining diyonatida masala borligini bildiradi. Yana ba'zi olimlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tushida ko'rishni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayotida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni o'z ko'zi bilan ko'rganlarga xos deb qaragan. Hozirgi zamon olimlaridan Shayx Ibn Jibrin rahmatullohi alayhi mo shunday qaragan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq degan: "Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini anglagan. Kimki meni tushida ko'rsa, uzoqqa qolmay meni o'ngda ko'radi. Shayton mening suratimga kira olmaydi." Bu hadisni Imom Ayni mundaq izohlagan: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonidagilar Rasulullohni tushida ko'rgan yoki Alloh uni Rasulullohning huzuriga hijrat qilib muloqot bo'lishga musharraf qiladi. Qandaqla bo'lmasin, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tushida ko'rish
boshqa vafot bo'lgan kishilarni tushida ko'rgandek ham naql ham aql jihatdan cheklanmaydigan mumkin ishdir. Bu masalada bir qancha nuqtani eskartib o'tish lozim. Birinchi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni mayli haqiqiy suratida bo'lsin, boshqa suratida bo'lsin, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deb yaxshi holat ko'rgan bo'lsa, bu umuman yaxshilikdan, diyonatdan bishorat bo'ladi. Ammo Rasulullohning uningdan yuzini boshqa tarafga o'rib olgan, uningdan norozi bo'lgan yoki uningga qayg'urganlikdek ahvolda ko'rgan bo'lsa, bu tush ko'rguchining Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatini tutmaganligini, diyonatining sustligini ko'rsatadi. Demak, bu ahvolda bir xil aslatish va kaishni bildiradi. Ikkinchi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hayot vaqtidagi sifatlaridan boshqacha sifatni ko'rgan ahvolda bu kishining Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ekanligida yuqorqidek ixtilof mavjud bo'lib, bu tush sal ehtimolli bo'ladi. Uchinchi, ba'zi olimlar texi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning vafot bo'lib ketgan chig'idagi taqdir ko'rsa, ondan haqiqiy Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'rgan hisoblanadi deb qaragan bo'lsa-mu, to'g'risi umum ma'noda ilib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayotining yoshlik davri bo'lsin, qiron davri bo'lsin, ish qilib umrining oxirigacha qaysi bir bosqichda taqdir ko'rsa, haqiqiy ko'rgan bo'ladi deyishadi. To'rtinchi, bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tushida ko'rganida uni bir narsani qilishga yoki bir narsani qilmaslikka buyurgan bo'lsa, olimlarning to'g'ri qarashida bu tush bilan shar'iy hukm isbotlanmaydi. Shar'iy hukmni bekor qilib bo'lmaydi. Ya'ni bu tush shariatda dalil bo'la olmaydi. Chunki din Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hayotida mukammal yetkazilib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning vafoti bilan vahiy to'xtab bo'lgan. Agar tushdagi ko'rsatma shariatga uyg'un bo'lsa, yanala shariatda kelgan bo'yicha ish qilamiz. Uyg'un kelmasa, yanala shariatdagisi hisob bo'ladi. Demak, tushdan hukm ilinmaydi. Chunki tushdan faqat payg'ambarlarla hukm oladi. Shuning foydasi faqatla ogohlantirish yoki bishorat bilish xolos. Hukm ilish yo'q. 5. Birisi tushida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rganida shariatga xilof bo'lmagan biror ishni uningga aytgan bo'lsa, xohlasa uning ishonsa mayli, biroq buni boshqalarga tashviq qilishga yoki tengishga bo'lmaydi. 6. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tushida ko'rishi bilan bo'lib ketib, real amaliyatimizda Qur'on, hadisga amal qilishga tirishchilik ko'rsatmasak bo'lmaydi. 7. Biri men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tushimni ko'rdim desa, uni yolg'onga chiqarishgami, bakla ishinib ketishgami bo'lmaydi. Balki rost ko'rgan bo'lsa bizga munosabati yo'q. Chunki hidoyat Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tushida ko'rishga bog'liq emas. Bo'lmasa, nurg'un tapovatchilar tushlarini bozorga soladi. Yana ba'zilar o'zlarini biror avliyo sifatida ko'rsatish uchun har kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tushida ko'rib turganligini aytishadi. 8. Boshqa payg'ambarlarni tushida ko'rishmi mumkin, lekin bu mu shar'iy hukm bilan munosabatsiz, faqat yaxshilikdan bishoratdir. 9. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tushida ko'rgan kishi cho'qim jannatga kiradi deb kesib aytish bo'lmaydi. Bu vaqtda ba'zi bakla ojiz va yolg'on hadislar rivoyat qilingan. Masalan, Hazrati Anas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan kimki meni tushida ko'rsa hargizmi do'zaxga kirmaydi degan hadis raviylari ishonchli bo'lmag'achqa yolg'on yoki bakla ojiz. O'zimizni o'xshash uchun Janobi Allohning kitobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatiga amal qilsak bo'ladi. Buning uchun ilm elish, amal qilish va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashish lozimdir. Vallohu a'lam. Fatvoda Doktor Abdulaziz rahmatulloh.